kompyuterda bizda xodimlarimiz o'tiradi. Kelasizlar, bemalol ofisni ko'rib ketishlaringiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni qidiraman desanglar, Oybek YouTuber deb qidirsanglar bo'ladi yoki Google dan Oybek YouTuber MCH deb qidirsanglar, bizning guvohnomalarimiz kelib chiqadi. Xo'p, bizda 3 ta tarif bor. 3 ta tarif. Standart, Premium, VIP. Bularning qanaqa farqlari bor? Hammasini tushuntirib o'taman. Xo'p, standartda 5 ta modul dars bor. Bizda 5 ta modul darsimiz oddiy notebook va telefon uchun mo'ljallangan. 6, 7, 8 modullar bu BMG uchun mo'ljallangan edi. Xo'p, standart tarifda 5 ta modul darslar beriladi va buning ichida savol-javobga butun umr ruxsat beriladi. Mentorlar nazorati bo'ladi. Men bilan haftada bir marta jonli efir qilish imkoniyati bo'ladi. Kurs tugatganligi haqida sertifikat beriladi va kurs tugatgandan keyin sizlar bilan offline uchrashamiz standart tarifida. Standart tarifi kuchsiz notebooki bor, telefoni borlar uchun tavsiya qilaman. Agar sizda kuchliroq kompyuteringiz bormi, Premiumni oling. Chunki Premiumda 8 ta modul darslar bo'ladi. BMG darslar qo'shib beriladi. Chunki bizda 6-modul BMG Drive, undan keyin BMG Short, undan keyin BMG Flatbed modullari bor edi. 8 ta modul hamma darslar sizlarga beriladi. Premiumda ham standart darslarning hammasi beriladi. Va bu premium tarifini yana bitta eng qulayli joyi, sizlarga men o'zim sotib olgan, shu paytgacha yiqqan, necha yildan beri yiqqan modlarimni sovg'a qilaman. Masalan, bitta mod o'rtacha 20-30 dollar turadi. Men sizlarga 100 ta mod beraman. Bu degani pulga chaqadigan bo'lsangiz 2000 dollarga yaqin mod degan eng minimum hisoblaganingizda. Undan tashqari 100 ta pullik 3 ta model degan narsa bor. BMG ni ichida ishlatish uchun. Bu ham sizlarga sovg'a sifatida beriladi. Bularning narxi o'rtacha 5 dollardan hisoblanadi, 500 dollar bo'ladi. Umumiy qiymati 2500 dollarlik sizlarga qo'shimcha material beradi BMG da qilish uchun. Sizda mod va 3 ta model bo'lmasa, videoni ming zo'r qilganingiz bilan siz videolaringiz prosmotr olmasligi mumkin. Chunki modlarda prosmotr katta oladigan modlar, qo'shimcha modlar bor. Chunki BMG ichida shunaqangi qahramonlar bor. Masalan, Chaqmoq McQueen, Spider-Man, shunaqa modlarni qo'shmasa, siz videoda yaxshi ko'rinmaydi. Shuning uchun men o'zimni yiqqan modlarimni premium tarifiga sovg'a sifatida beraman va kimdir oddiy telefoni bordir, agar notebooki bo'lsa, premiumdan olishni tavsiya beraman baribir. Chunki bunda siz 2500 dollarlik qiymatga ega bo'lgan hamma narsani olasiz. BMG darslar sizda turadi va buni ichida standart darslarning hammasi bo'lgani uchun siz telefonda qilsa bo'ladigan yoki kompyuterda oddiy notebookda qilsa bo'ladigan hamma yo'nalishni premiumda o'rganib ketaverasiz. Ertaga yaxshi daromadga chiqib, siz kuchliroq kompyuter olib BMG ni davom ettirib ketaman desa, sizda hamma narsa tayyor turadi. Qo'shimcha mendan qaytib kurs sotib olishga hojat bo'lmaydi. Narxi o'rtasida hech qancha farqi yo'q. Buni tushuntirib o'taman. Xo'p, VIPda standarti bor, premiumda bor, hamma narsa bor. VIPda biz BMG Drive o'rgatamiz va buni dars qanaqa bo'ladi desanglar, biz buni ichida 12 ta darslik bo'ladi va darsimiz 12 ta dars. 12 ta dars degani har bir dars 4 soatdan bo'ladi. Bu offline bo'ladi. Bizni biznes centerga kelasizlar, ofisimiz turibdi, dars bo'ladigan xonamiz bor, kelib ko'rishlaringiz mumkin, kimdir offline o'qimoqchi bo'lsa. Va biz chekkadan keladiganlar uchun biz joy ham qilib beramiz kvartirada. Kelib bemalol viloyatda bo'lsangiz, kelib o'qib ketishingiz mumkin. Undan tashqari 200 taga yaqin qo'shimcha yana men sizlarga mod beraman. Bu VIP. Bu offline o'qiganlar uchun. Bu 200 ta mod degani yana 4000 dollarlik qo'shimcha qiymat degani. Undan tashqari 1 yillik qo'llab-quvvatlash xizmati bor va darsda VIPda offline'da mentor sizlarga o'tib beradi. Ya'ni meni o'zimda mentorim bor. BMG ni ipidan ignasigacha YouTube'da 100% biladigan o'sha odam sizlarga o'tib beradi va darslar shu kuniga 4 soatdan o'tib, siz YouTube'da ham, BMG ni ham, boshqa yo'nalishlarni ham 100% o'rganib ketasiz offline darsda. Tushunarli? Offline dars bu kelib o'qiydigan dars. Dars davomida sizlarni kompyuter bilan o'zimiz ta'minlaymiz. BMG Drive ko'taradigan kompyuterlar ofisimizda turibdi, kelasizlar o'qiysizlar faqat. Hop. Standart tarifi 4,990 ming so'm. Premium tarifi 5,990 ming so'm, VIP tarifi 25,990 ming so'm. Bu asl narxi. Lekin sizlar uchun maxsus chegirma qilib bermoqchiman. Kimgadir chegirma kerak bo'lsa, men deb yozib qoldiringlar va necha foiz chegirma xohlaysizlar? Uni ham yozib qoldiringlar. Kim necha foiz chegirma xohlaydi va foiz bilan yozinglar. Xo'p, necha foiz chegirma qilib beray sizlarga? O'zi chegirma kerakmi yoki narxi yaxshimi? Menimcha o'zi narxi yaxshi, chunki jak qimmat emas. Sizlarga shuncha narsa beriladi. Premium tarifda 2500 dollarlik, VIP tarifda past 4000 dollarlik qiymatga ega narsa berilyapti. Undan tashqari butun umr dars sizga qolyapti. 9 yillik bilimlar, kurslar sizga berilyapti.
Men. 70%, 100%. Menga bering. Xo'p, 70%, menga 70% da bering. Menga 50% da bering. 70% da bering. Menga 60% da bering. Menga bering. 100% da, 75% da. Kelinglar, men sizlarga 200% chegirma deb bersam, nima deysizlar? Hozir men sizlarga 200% chegirmani e'lon qilaman, ko'rib hayron qolasizlar. Xo'p, standart tarifimiz o'zi asl narxi 4.990.000 so'm edi, lekin kursimizga 50% chegirma bilan men sizlarga buni 2.490.000 so'm qilib beraman. Nima uchun men sizlarga 200% chegirma bilan qilib beraman deganimni hozir tushuntirib o'taman. Premium tarifi bu narxi o'zi 5.990.000 so'm, buni ham 50% chegirmada sizlarga 2.990.000 so'mga beraman. Va VIP tarifi 25.990.000 so'm edi. Bu offline dars kelib o'qiydigan. Buni narxi 25.990.000 so'm, buni ham 50% chegirmada sizlarga 12.990.000 so'mga beraman. Nima uchun sizlarga buni 200% chegirma deyapman? Masalan, premium tarifda o'zi $2,500 qo'shimcha mod bor. Buni pulini hisoblasangiz, mana 2.990.000 so'm necha foiz chegirma bo'lib ketadi? 500% chegirma bo'lib ketadi-yu. VIPda ham xuddi shunaqa. $4,000 sizlarga material berilyapti. Buni narxi 12.990.000 so'm bo'lyapti. Bu degani siz o'zi 30-40 millionlik qo'shimcha qiymat oldingiz degani. Shuncha sovg'ani siz olyapsiz degan pullik narsani. Xo'p, mana shu bizning chegirmalarimiz 50% hammasiga chegirma berdik. Premiumda $2,500 qiymatli mod va 3 model berilyapti. BMG Drive darslar berilyapti. Standartda 5 ta model darslar bo'ladi. Standartda BMG Drive o'rgatilmaydi, modlari berilmaydi. Premiumda faqat o'sha 8 ta model hamma dars beriladi va $2,500 umumiy qiymati 100 ta mod, 100 ta 3 ta model beriladi va qiymatini ko'rasiz $2,500. Buni narxi atiga 2.990.000 so'm. Standart bilan premiumda o'rtasidagi narx atiga 500.000 so'm. Standart 2.490.000 bo'lyapti. Premium 2.990.000 so'm. O'rtada 500.000 farq. Shuning uchun men sizlarga, agar sizning telefoningiz bormi, agar sizning kuchsiz notebookingiz bormi, premiumda olib qo'yinglar. Premiumda ichida standart darslari bo'lgani uchun siz oddiy telefonda qilsa bo'ladigan hamma yo'nalishda olib o'rganib ishlab ketaverasizlar. Ertaga daromadga chiqqandan keyin kuchli kompyuter olib siz BMJni birdaniga davom ettirib ketishingiz mumkin. Chunki sizlarga mod berilgan bo'ladi, darslar butun umrga qolgan bo'ladi, savol javob butun umrga qolgani uchun 2-3 oydan keyin ham daromadga chiqib siz bemalol BMJni o'rganib ketishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz hozir standart olsangiz, hozir faqat telefoningiz bo'lsa, men yo'q, umuman kompyuter olmayman, faqat telefon yo'nalishida ishlayman desangiz, standart eng zo'ri. Yo'q, men bugun telefonda ishlamoqchiman, bugun oddiy notebookda ishlamoqchiman, lekin ertaga kuchayish uchun kompyuter olib turib, BMJni davom ettirmoqchiman desangiz, premiumni oling. Chunki hozir standart olib qo'yib, ertaga kompyuter olgandan keyin, masalan, BMJni o'rganmoqchi bo'lsangiz, siz mendan yana 2.990.000 so'mga kurs sotib olishingizga to'g'ri keladi BMJ uchun. Shuning uchun sizlarga maslahatim, premiumga yozilib qo'yinglar, sizga standart darslar beriladi, bemalol ishlab ketaverasizlar. Xo'p, tariflarimiz, narxlarimiz shunaqa. Kim yana natija xohlaydi va sizlarga 100% kafolat bor. Bu nima degani? Natija bo'lmasa, bizni kursimizda o'qib, natija qila olmasalar, pulingiz 100% qaytarish kafolati bor. Bu nima degani? Biz sizga darslarni o'rgatib boramiz, vazifalarni biz sizga beramiz. Siz vazifalarni bajarishingiz kerak. 2 oy davomida bizni kursimiz davom etadi va siz 2 oy davomida hamma narsani o'rganib olasiz, video qilishni o'rganasiz va undan keyin siz 3 oy davomida har kuni videoga YouTube kanalingizga video chiqarib, BMJ bo'ladimi, ASMR bo'ladimi, video chiqarib natijaga erisha olmasangiz, o'sha masalan kelasiz, Oybek aka, men 3 oy ishladim, lekin men natijaga chiqa olmadim desangiz, sizga 100% o'qigan pulingiz kafolati bilan qaytarib beriladi. Tasavvur qilyapsizmi? Qanchalik kafolati bor. Biz mahsulotimizga ishonganing uchun 100% pul qaytarish kafolatini bera olamiz. Faqat sharti siz vazifalarni bajarib turib, siz 3 oy davomida har kuni YouTube'ga video qo'yib borishingiz kerak. Sababi YouTube'da natija qilish uchun 3 oy har kuni video qo'yish kerak. Bekorga bu narsa qo'yilmagan. Lekin siz kursda yarmiga borib, o'zingiz qanaqadir ishlari chiqib qoldi, nimadir bo'ldi yoki dangasaligingiz tutib qoldi, qilmasdan turib kursda yarimda aka men pulimni qaytarib olmoqchiman desangiz, u tarzda pul qaytarib berilmaydi. Chunki sizga hamma narsa tashlab berilgan bo'ladi. Kursda olib bo'lgan bo'lasiz, hamma materialni olib bo'lgan bo'lasiz. Qiymat $2,500lik hamma narsani berib bo'lgan bo'lamiz. Undan tashqari hamma videoni berib bo'lgan bo'lamiz. Bizda pul qaytarish faqat 3 oy ishlab YouTube kanaliga video qo'yib, pul ishlolmaydiganlargagina biz 100% qaytarib beramiz. Lekin bizning kursimizda hali birontasi kelib 3 oy ishladim aka, natija bo'lmadi, pulim qaytarib bering degan odamni o'zi yo'q. Tushunarli? Xo'p. Sizlarga yana bonus kerakmi? Sizlar uchun maxsus yana bitta narsani o'ylab qo'yganman. Ya'ni ochmay qoldimi?
Hop, internetimiz qotib qoldi. Hop, ana ochdi. Hop, internetimiz qotib qoldi. Bugungi kechani eng yaxshi sovg'asi tayyorlab qo'yganman. Bu sovg'a nima deydigan bo'lsanglar, sizlar uchun hali bu hol va 50% chegirma, $2,500 premium tarifda material, masalan VIP bo'lsa $4,000 material, bu hali holva. Sizlar uchun yana bitta bu kechani eng asosiy sovg'asi bor. Sizlar uchun maxsus efirda qatnashganlaringiz uchun, oxirigacha o'tirganlaringiz uchun, sizlar uchun bitta zonasini tiqib qo'yganman. Faqat 20 daqiqani ichida ulgurishingiz kerak. Sizlarga 4 ta kursimni, bundan tashqari kursimni sovg'a sifatida, bonus sifatida bermoqchiman. Birinchi bonus kursimiz jonli YouTube degan kurs. Kecha bu haqida to'liq tushuntirib berdim. Biz jonli efir qilib ham YouTubedan video qilmasdan pul ishlasak bo'ladi. Mana shu narsani men jonli YouTube kursida o'rgatganman. Buni narxi 1,449,000 so'm. Mana shu kursda siz mana shu kursda bironta tarifiga qo'shilib, hozir joiz band qildirib qo'ysangiz, sizga bu olib qo'yiladi bonus sifatida. Qachon 100% to'lov qilsangiz, siz bu kursimiz dastur ochib beriladi. O birinchi bonus darsligimiz, kursligimiz. Buning ichida o'z 20 taga yaqin video darsligi bor. Bu отдельно o'zi kurs, отдельно sotiladi. Lekin maxsus sizlar uchun bonus sifatida berilyapti va ikkinchi bonus kursimiz AI va YouTube, ya'ni sun'iy intellekt va YouTube kursimiz. Buni narxi 1,997,000 so'm. Bu kursning ichida sun'iy intellektdan qanaqa foydalanish kerak, qanaqa video qilish kerak, nima qilish kerak, qanaqa teglar yozish kerak, qanaqa nomlar, qanaqa obloshkalar yasatish kerak, hammasi o'rgatilgan. Buni narxi 1,997,000 so'm. Bu ikkinchi kursimiz sizga ham sovg'a. Va yana bitta kursimiz bor, TikTok va pul degan kursimiz. Buni narxi 997,000 so'm. Bu kursimizni ham sizga sovg'a sifatida beramiz, chunki short yo'nalishda ishlaydiganlar o'sha shortini olib turib TikTokka qo'yib ham monetizatsiyani yoqib, TikTokdan ham pul ishlasa bo'ladi. Buni ham yo'lini o'rgatganman. Buni o'zi отдельно